Ramazon-i Sharifda iftorlikni ziyofat tariqasida o'tkazish mutlaqo durust emas. Nega? Ramazondan murod nimadir muhtaram jamoat? Riyozat, kam yeyishlik, o'zini shunday me'dasini tuzalishi uchun badandagi bir qancha yig'ilib qolgan moddalarni hammasi qonga aylanib butun a'zosidan o'shani chiqib ketishi uchun qorinni och bo'lib borishligini shart qilingan. Endi iftor vaqtida ziyofat tariqasida o'tadigan iftorliklar hammasi pulxo'rlikdan iborat. Kasal ustiga kasal bo'lishdan iborat. Sihhati badanni o'rniga badanni kasal qilishga sabab qiladigan ziyofatlar bilan o'tkazamiz. Shuning uchun hadis sharifda vorid bo'lgan ekanki, ro'za tutgan odam iftor vaqtida qornim och qoldi, peshindiga ovqatni yeyolmadim, o'shani ham qo'shib yeb olaqaring desa, Janob Rasululloh man qilgan ekanlar. O'sha iftorligingga yarashasini o'zini peshinda yemaganingni yana ham qo'shib yemagin degan ekanlar. Nega bunchalik purxullikdan shariat islomiy hamma vaqtdan, xususan Ramazon-i Sharifdan man qildilar? Chunki Ramazonda bandalar hammasi Alloh taologa yaqinlik hosil qiladigan, farishtalik sifatlarga o'tib ketadigan bir oy bu. Ruhoniy bir oy, ibodat oyi. Mana shuning uchun purxo'rlikka o'tib olsak, ha iftor vaqtida, ha saharlikda nima bo'ladi? Tutgan ro'zamizni hikmati-yu, foydasi-yu, bunda bo'ladigan bir qancha fazilatlar ketgan bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtida Ramazon-i Sharif kelishlari oldida turli alvon-u ne'matlarni tayyorlab borish, iftorlik deb anvo' taomlarni hozirlash ro'zaning hikmatiga tamoman xilofdir. O'zimiz ibodatimizni shunaqangi ishlar bilan butunlay endi shariat qonunidan chiqarib olamiz muhtaram jamoat. Bu gaplar ko'plaringizga malol keladi, chunki ilgari eshitmagansizlar. Biz endi o'shanaqa ketaveramizmi yo shariatning bor gapni aytib gardanimizdan soqit qilamizmi? Shuning uchun sizlarga bu gap xush kelsa ham, noxush kelsa ham gapirmoqqa majburmiz. Alloh taolo o'zimizga amal qilish, ham sizlarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin.